Ha, rost. Yana bir gapni unutib qolibdim. Men to'ygini tushuntirib qo'yayam dey. Bu nemishqa to'yga mendo deyishning sababi bu to'yga ochliqqa ham ustunlik chidaydi qarang. Ha. Shu bir suv ichib olsa, bir haftagacha, hatto bir oygacha suv ichmay shu qumliqda mangalaydi. Ham shu qumliqdagi o'simliklarning yiltizini yeydi. Nayt chidamliq shu panjisi kangri yo'g'an bo'lg'achqa qumliqda menishga mos keldi. Shuni shu to'ygini ishlatgan. Tushundingizmi ya? Tushundim. Ot o'xshamaydi. Ot hamda shu o'tning uchini yeydi, suvni ichidi. Ha birdamda yerib qoladi. Farq bor ekan, rost. Parnikning keladi. Voy, mau gapni. Tez menga bulunga. Voyjon. Oy putum, oy putum. Bak yerib ketdim men. Bu izlib ketgan shaptildak o'ltamay tez mamamsiz oldimizni ko'rdigan nuqtalar jeqtayman texi. Voy, bak yerib mağamay qoldim. Men asli bu yerga kelishdim. Ha, siz asli qanday o'ylagantingiz? Siz bu kuchadiga ya'ni kichkinanglar ya, alqanchilik. Birdamdil aylanib pul men aysin kirib maysin chiqdima deb o'ylaganman. Voy, siz qanday bilib oldingiz? Men bu yerga kelishdim burun haqiqatan kichik deb o'ylagan. Voy, biz bu tex sayat nuqtalarining yerimini aylanib bulamadik deyman. Lekin men bak yerib usib ketdim. Ha, menga tezroq bulunga. Yana mağamızma. Voy. Voy, texma kuchaning yerimini chuglab bulamadik deyman. Yerimini chuglab bulamadik degan odam nimish bu eski tomdan yana kelib qo'ysamsa, boshqa yerlarga Nima? qo'ymamdi. Eski tom? Ha? Nima deydigan? Ey, sepilma u. Eski tom da'vatni. Bu Changsulos davridagi sepil o'rni. Hozir ko'rayotganimiz Challoning 58-yili, ya'ni 1793-yili qayta yasalgan sepil. Uqdingizmi ya? Hozir Kuchaning g'arbiy va janubidagi qadimiy shahar sepili bir qadar yaxshi saqlangan bo'lib, shaharning sharqiy sepilining faqat janubiy yarmida saqlanib qolgan. Bu yil Kucha shaharlik Partikom shimoliy Quv ravqini qaytadan yasadi. Rostla yerib qopdim, ajmo ham usib ketdim. Ay, endi nega bormiz? Ha, unda xo'sa men sizni obdan bir joyga qo'ray. Nega? Qani shura, olganda bilasiz. Voy. Bu yer bo'lsa Ko'n shahar rayonidagi sayohatchilarni kutib olish markazi. Bu yer ayni vaqtda degan oshliq idorasi, oshliq soni o'rnatdi. Hozir bu yerni o'zgartirib, qadaq bo'lamiz ya. Bizga. Qandaqroq Kucha shahrimizning sizga qoldirgan ta'siri xil obdandir. Bunga nima desam bo'la? Boshliq menga tunji qatam bu yerga kelganimni degan vaqtda faqat kelgim kelmagandi. Bu yerga kelib aeroplandan shundoq tushiblam, shundoq illiq his qildim. Bu shahar mening o'ylig'imdan ko'p taraqqiy qildi. Ham odamlarimiz shundoq ko'ngil mehmon do'stgan. Men bu yerga kelib shundoq qizg'in muomalaga, shundoq yaxshi kutib olishlarga erishdim. Bundan ben xush bo'ldim. Eng muhimi, men uzundan beri aloqa qilishamagan tuqqunimni tepib oldim. Men buni opamga deb bersam, opam shunday xush bo'ldi. Ustam, men kavobdan 3 saqa. Uy. Bundaq bo'lsa, menchu nima xili yaxshi ta'sir qoldirganda men? Çok qizg'in paranglashib ketibsizlar.